estetikani juda ham kuchli xohlagan mana bu bemorimizni biza sirkon va vinirlar orqali mana bunaqa holatga olib kelganimizni hozir obzorini ko'rib chiqamiz. Bemorimizga kelganlarida boshqa klinikada уже ishni boshlaganlar, lekin u ishlar yoqmagani uchun yarim ishni tugatib kelganlar. Kelganlarida sразу fotoprotokol bilan boshlaganmiz. Bunda o'sha oldi tishlarda уже sinish darajalari, pastki jag'larida koronkalar yechilgan va metallический koronkalar borligi ko'rinadi. Og'iz ichidan qaraganda tishlarda juda ham ko'p plombalar bor va jag'larda o'sha bizdan oldin koronkalarni yechib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa tilla koronkalari bor. Bularni hammasini o'zlari oq tish bo'lsin va prikusumda ham muammoni hal qilib bering deganlar, shu muammolarni hammasini hal qilganmiz. Bu bo'lsa yon tomondan ko'rinishlari, bunda milklari ham уже birinchi stadiyada уже milk qotishni boshlagan va ularda prisheyka oblastlarida уже чувствительность, ya'ni sezgirlik уже boshlangan. Eski plombalari ham ko'chishni boshlagan va tishlarni trayektoriyasi jag'ga qarab kichkinalashib ketgan. Buni biz e'tiborga olib, jag' sohalarini ham birmuncha kattalashtirib, koronkalar qo'yishdan oldin ularni vaqtinchalik koronkada va milklarni rezeksiya qilib, hammasini to'g'irlashni plan ichini qildik. Bu уже taqqoslash uchun qilingan rasm, bu kelgan holatlardagi va biza qilib bo'lgan holatimiz. Ya'ni bunda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, jag' sohalaridagi mikroidentiya bo'lib qolgan, kichkina bo'lgan tishlarni biz birmunchaga kattalashtirganimiz va oldi tishlarni 2 mm ga kattalashtirganmiz. Buni sababi biz prikuslarni 2 mm ga o'stirganmiz. Milklarning holatlari hammasi ideal holatga kelgan. Formasi ham o'zlarining yuzlariga nisbatan hammasi simmetrik tushgan. Bu bo'lsa, oldi tomondan o'sha taqqoslaydigan rasmimiz, kelgan holatlardagi kulgudagi rasmlari va biz qilib bergan holatdagi kulgudagi rasmlari. Aytib o'tgandek, bu yerda hamma liniyalar o'zini joyida. Jag' sohalarida, pastki jag'larda eski koronkalarni yechib tashlab, bu yerda ham hamma koronkalarni almashtirib berganmiz va bularni kelib chiqishi va sheykalarni milkka nisbatan holatlarni ham hammasini ideal holatga olib kelganmiz. Shunga o'xshagan juda ham ko'p karies yoki milklari ochilgan, sezgirligi kuchaygan, prikuslari tushib ketgan bemorlarni ana mana shunaqa yo'l bilan biz bemalol davolab bera olamiz va estetikani maksimal darajada professional holatga olib kelib beramiz. Bemalol Smile Design bizning klinikamizga konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin.